İslam dini mavjud bo'lgandan boshlab ta bugun qadar musulmonlar nurg'un qiyin kunlarni beshidan o'tkazdi. Hatto ba'zi kishilar endi islom tugidi, musulmonlar qayta bosh ko'tarolmaydi deb umid uzgan chaqlarmi bo'ldi. Dal mushundaq paytda Alloh taolo yana bir bo'lak iymonida rostchil, chidamchan kishilarning quli orqali musulmonlarni qaytadan aziz qilgan. Biz bugungi sonimizda o'chmas g'alaba sohibi buyuk Milazgirt urushining qo'mondoni Olib Arslan bilan tanishib chiqamiz. Olib Arslan Qaysar Yo'lvas degan ma'noda bo'lib, uning asli ismi Muhammad Jig'ribek. U milodiya 1029-yili Seljuqiylar oilasida dunyoga keladi. Shundaqla u Seljuqiylar davlatining qurg'uvchisi To'g'rilbekning jiyani. 10-asrning boshlarida Abbosiya davlati ojizlashib, bir tarafdan Shialarning, yana bir tarafdan Rumlarning hujumiga uchrab, zaminlarni tartqizib, islom dunyosida nufuzi tuvallab, musulmonlar qiyin kunlarda qolgan vaqtida milodiya 1037-yili To'g'rilbek boshchiligida Seljuqiylar davlati bosh ko'tardi. Shundaqla Seljuqiylar o'zining Abbosiya davlatiga ergishadiganligini e'lon qiladi. Seljuqiylar davlati qisqa vaqt ichida sharqda Afg'oniston, Iron va Qashqargacha, g'arbda Dimashq va Anadolugacha kengaydi. Milodiya 1055-yili 12-oyning 20-kuni Bag'dodga kirish bilan islom dunyosidagi amaliy kuch va nufuzni Seljuqiylar egallaydi. Masjidlardagi xutbalarda Seljuqiylar davlati podshohi To'g'rilbekka duo qilinadi. 1063-yili To'g'rilbek vafot bo'lgandan keyin o'rinbosarlikqa o'g'li bo'lmag'achqa mansabdorlar orasida huquq talash kurishi yuz berdi. Bu vaqtda bosh vazir Nizomul Mulkning yordami bilan jiyani Olib Arslan keskinlik bilan taxtga chiqdi. Olib Arslan tog'isi To'g'rilbekka o'xshash nihoyat aqlli va botir bo'lib, taxtga chiqqandan keyin tunji qilib qo'l ostidagi shaharlarning muqimligini mustahkamlaydi. Qo'l ostidagi shaharlardan xotirjam bo'lgandan keyin buyuk qo'shin hozirlab, Shialar besib olgan islom tuproqlarini ozod qilish uchun Georgiya va Armeniya qarab yurish qiladi. Bu urushda g'alaba qilib Georgiya va Armeniyani Seljuqiylar davlatiga qo'shib oladi. Undan keyin Shamning shimoliga yurish qilib Mardasiya Shialar davlatini muhosiraga kelib bo'ysundirdi va Masjidul Aqsoni Shialarning qo'lidan tortib oladi. Seljuqiylar davlatining bundaq tez suratda kengayishi Shialarning havisini yerga urib, Rum imperatori Romanusni qattiq cho'chitdi. Rum imperatori Romanus Seljuqiylar davlatining oldini to'sish uchun 200 ming kishilik qo'shin bilan Milazgirt taraf qarab yurish qiladi. Olib Arslan buni anglab intayin xatarlik urushga duch kelayotganligini his qiladi. Chunki bu vaqtda musulmonlarning umumiy askar soni 20 ming atrofida bo'lib, Rumlarning askar sonidan 10 hassa az. Abbosiya davlatining ularga yordam bergidek kuchi yo'q edi. Olib Arslan qo'shin to'plab kelayotgan Rumlarning oldi qo'shini qarab yurish qiladi. Xulat qal'asining yanida Rumlarning ikki asosiy qo'shini kelishdan ilgari oldi qo'shiniga hujum qilib, ularni mag'lub qiladi va Rum imperatori Romanusga bosh topshirib sulh tuzishni talab qilib elchi avatadi. Romanus sulhini ularni mag'lub qilgandan keyin Seljuqiylar davlatining poytaxtida tuzdiganligini aytib, ahonat bilan keskin rad qiladi. Olib Arslan urushdan boshqa yo'l qolmaganligini his qilib, lashkarlarni jihad va shahidlikka qiziqtirib tayyorlikni boshlaydi. Seljuqiylar imomi Abu Nasr Buxoriy Olib Arslanning irodasini texnik kuchlantirib, "Sen bu urushni Allohning dini uchun qilmoqchi bo'lyapsan. Alloh o'zining dinini boshqa dinlar ustidan g'alaba qilishga va'da qilgan. Alloh bu va'dani senga nisb qilgan bo'lishi mumkin. Sen ularga jumakini kun egilgandan keyin hujum qil. Bu vaqtda davlatdagi butun imomlar xutbada duo qilayotgan bo'ladi. Ularning hammasi senga va mujohidlarga duo qiladi. Bu vaqt qilingan duo ijobat deb yo'l ko'rsatdi." Milodiya 1071-yili avgust oyida urush vaqti yetib keladi. Abu Nasr Buxoriy ularga namoz o'qib beradi. Sulton Olib Arslan Allohga duo qilib qattiq yig'laydi. Askarlarmi birga yig'lab duo qiladi. Sulton Olib Arslan lashkarlarga qarab, "Men Alloh yo'lida butun kuchim bilan urush qilaman. Agar sog' qolsam, bu Allohning ne'mati. Agar shahid bo'lsam, bu mening kepallikim. Sizlar urushni o'g'lim Melikshahning qo'mondonligi ostida davom qilinglar" degunicha kepallikini kiyib urush qatlanadi. Olib Arslan ikki qo'shini yaqinlashgan sari Groziya, Pranik va Ruslardan tarkib topgan 200 ming kishilik chavandoz, 35 ming pop va ig'ir manchaniqlar bilan kelgan Rum askarlarini ko'rgandan keyin askarlarga qarab mundaq deydi: "Dushmanning ahvolini ko'rdinglar. Qaytib ketishni xohlaganlar qaytib ketsin. Bugun sizlarni hech kim boshqarmaydi. Hammanglar o'zinglarga boshliq. Oxirigacha men bilan birga sabr qilib urush qila oladiganlar qilib qolsin" degunicha bir qo'lini otning quyruqiga bog'lab urushga otlanadi. Askarlarimiz sultonga o'xshash urushdan chekinib qolmaslik uchun bir qo'lini otning quyruqiga bog'lab urushga otlanadi. Musulmonlar qo'shini hayot qilishni qilchimi o'ylamay o'zidan 10 hassa kuchlik Rum qo'shini bilan keskin elishadi.
Alip Arslan askerlerini, yachoqlarini tashlab Rumlarga yiqilishib, qilich bilan urushga buyurdi. Rumlar yaqin musofada manchanoq va zambiraklarni ishlatolmaydi. Urush hech kimning farz qilgandek bo'lmay, musulmonlar o'zidan 10 hassa kuchlik Rumlarni mag'lub qiladi. Rumlar qo'mondoni Romanusni musulmon askarlardan kichik 2 askar asriga elib, Alip Arslanning oldiga akiladi. Alip Arslan Rumlar imperatori Romanusdan agar seni o'rningdan men asir tushib qolgan bo'lsam, qanday qilarding deb so'raydi. Romanus hamma askarliklarni qilardim deydi. Alip Arslan meni hozir qanday qilib deb o'ylaysa deb so'raydi. Romanus ya o'ldirib o'tsa, ya Sham shaharlarida sazo yiqilsa, ammo pul elib quyotishing natayin. Agar sen meni quyotsan, men sening Bizantiniyadagi putung bo'lishga va'da beray deydi. Sultan Alip Arslan 1,5 million dinar fidya to'lash, Rum zaminidagi butun musulmon asirlarini quyotish, 50 yilgacha Seljuqiylar davlatiga chiqilmaslik va har yili boj to'lash sharti bilan uni quyotidi. Romanusning mag'lub bo'lganlik xabari Rumlarning poytaxti Qustantiniyaga yetib berishi bilan uning ismini podshohlar tizimidan o'chirib, uning o'rniga Mixailni podshoh qilib saylaydi. Romanus Qustantiniyaga yetib berishi bilan yangi imperator uni tutib akilib, 2 ko'zini dag'mallab ko'rmas qilib o'tadi. Bu urush tarixdagi Badr, Yarmuk urushlariga o'xshash o'chmas urushlarning biri bo'lib, turk musulmonlarining Anadolu shahriga kengishiga yo'l ochadi. Alip Arslanning davlat boshqarish va urushlarda Vazir Nizamul Mulkning yo'l ko'rsatishi nihoyat muhim rol o'ynaydi. Vazir Nizamul Mulk pishqan siyosatchi va diniy olim bo'lib, Nizamiya madrasasini quradi va Abu Hamid G'azaliga o'xshash faqihlarni jalb qiladi. Sulton Alip Arslan Malazgirt urushidan 1 yil o'tgandan keyin milodiya 1072-yili 24-noyabr kuni 44 yoshida qasd kuchirib shahid bo'ladi. Allohu akbar fis samati ta'ala sayadhillu lit-tarikh wasmun hafilun سيظل فخرا يعتلي الأجيال سنظل خير الناس في كل الورى فلنا العقيدة تبعث الآمال